Hayotda har kimning qalbiga yaqin bir orzusi bo'ladi. Kimdir sahnani, kimdir insonlarga shifo ulashni, yana kimdir ilm bilan nur tarqatishni istaydi. Ammo taqdir bizni kitoblar olamiga boshladi. Bugun esa bir savol yangramoqda. Agar kutubxonachi bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Agar kutubxonachi bo'lmasam, men qalblar davosi vrach bo'lmoqchi edim. O'qituvchi bo'lar edim. Tikuvchi bo'lar edim. Jurnalist bo'lardim. Radio boshlovchi bo'lardim. Kutubxonachi bo'lar edim. Xonachi bo'lmaganimda harbiy xizmatchi bo'lardim. Xonachi bo'lmaganimda huquqshunos bo'lardim. Men kutubxonachi bo'lmaganimda shifokor bo'lishni orzu qilgandim. Men kutubxonachi bo'lmaganimda advokat bo'lardim. Men kutubxonachi bo'lmaganimda arxitektor bo'lishni xohlardim. Sudya bo'lardim. Agar kutubxonachi bo'lmaganimda, albatta bolalar shifokori bo'lardim. Agar kutubxonachi bo'lmaganimda o'qituvchi bo'lardim. Agar kutubxonachi bo'lmaganimda, oshxonada pishirishni yaxshi ko'rganim uchun albatta food blogger bo'lardim. Menimcha baribir kutubxonaga ilmga doir bo'lgan qaysidir sohada bo'lardim. Balki shifokor, balki o'qituvchi.